Assalomu alaykum, hurmatli ishqibozlari. Anchadan beri video joylamay qo'ydik. Xudo xohlasa bu safar go'zal holatda yangilik qildik. Inshaalloh kelayotgan Ramazon oyiga Xudo xohlasa issiq ovqatni kuxunliklar bilan pishirib yeyman deganlarga Xudo xohlasa mana oldin esinglarda bo'lsa 3.40 ga tushadigan 4 metrga xolodilnigi bilan tushadigan ishimizni 8 million qo'yganmiz. Bunda chiroyli yangilik qilib Xudo xohlasa gazvichkalarni ham qo'shib qo'yganmiz do'stlar. Hop, summasiga keladigan bo'lsa, bularni 9 million so'mga vodiycha o'rnatib beramiz. Gazvichka komplet bo'ladi. Semistitillari, mo'kkalari har doimgidek yaxshi turburcha yaxshisi. Ichida suv shulkalari ham bo'ladi. Shkaflari ham chuqur holatda, doimgidek o'zgarish kiritilgan. 100% pH, 100% vakuum. Ko'rishingiz mumkin, doimgidek qo'shada ballonlari, g'aladonlari vakuum davchilar bo'ladi. Gaz ballonlari ham yerga tushadi bemalol. Do'stlar, akrillarimiz har doimgidek 1.8 ligida, xudo xolasa. Ko'ringlar, o'zgartirishlar yo'q, xudo xolasa. Bitta like bosib 9 million so'mga tayyor holatda 4 metr joyga tushadi. Bitta xolodilnik qo'yilsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bitta like bosib. Keyin do'stlar, buni ham aytib o'tib ketay. Bir yo'li 275 lik 3.40 ga bu xolodilnigi bilan tushadi. 5,5 million so'm deb, 5 million so'm deb dastlabkasini vodiy chiqib berganmiz. Bunga endi gazvichkasi bilan birga 7 million so'mga vodiycha olib borib o'rnatib beramiz. Bemalol ko'ra olasizlar.